Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim, Dilnoza Cooking kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan juda ham mazali va og'izda erib ketadigan pechenye kurabiyani tayyorlashni o'rganamiz. 250 gram xona haroratida yumshab turgan sariyog' yoki margarin, 100 gram o'simlik yog'i va 1 dona tuxum solib, vinchik orqali yaxshilab aralashtiramiz. Oldindan elab olingan un va razrixlitel saharni pudri, ya'ni shakar upasini tayyorlab qo'yamiz. Videoda ko'rsatilgandek massa shu holatiga keladi. Ketidan shakar upasi, un va razrixlitel solib, yumshoqqina qo'lga yopishar-yopishmas qilib xamir qorib olamiz. Bu pechenye mazaliligidan tashqari va tez tayyorlanishi bilan ajralib turadi. Xamirni tindirib o'tirish shart emas. Har bir zuvalachalarni 40 gramdan bo'lib chiqdim. Siz xohishingizga ko'ra undan ham maydaroq yoki kattaroq qilib shakl berib olishingiz mumkin. Videoda ko'rsatilgandek qilib shunaqa dumaloq qilib shakllar berib olamiz, listimizga terib chiqamiz. Qizib turgan pechimizda 170-180 gradusda 25-30 daqiqa davomida pishirib olamiz. Ustiga ganaj uchun shunaqa shokoladli pastadan foydalandim. Suv bug'ida eritib olamiz. Pishib chiqqan pechenyelarimizni ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli bo'lib pishib chiqadi. Pechenyelarni biroz sovutgach, ganajga botiramiz. Xohishingizga ko'ra kokos qirindisi, fistashkalar yoki turli xil shokoladlar bilan ustini yasatishingiz mumkin. Men kokos qirindisi va fistashkadan foydalandim. Shokoladlar xafa bo'lmasin deb, mayda shokoladchalardan ham shunaqa chiroyli qilib bezatib oldim. Juda ham oson va kam xarj bo'lgan mazali kurabiya pechenyelarimiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, reaksiyalaringizni kutib qolaman. Meni eslab, duolaringizda eslab tayyorlab ko'rsangiz juda ham xursand bo'lardim. Hayotgancha bu pechenyelarni sotuvini yo'lga qo'ysangiz ham bo'ladi. Salomat bo'ling, ko'rgan vaqtingizga rozi bo'ling. Dilnoza Cooking kanali doimo siz bilan birga.